etsa. Demak, darvozada O'tkir Yusupov birinchi raqamda, ikkinchi Saydazamat Mirsaidov, 4-chi Islombek Mamadkazin, 7-chi Ruslanbek Jiyanov, 8 Diyor Xolmatov. Jiyanov oldinga qarab ketyapti, Ruslanbek ichkariga kirmoqda, Kuchurenkani chalishga harakat qilib ko'rdi, u markazga tashlandi. Zarba esa darhol berilmadi, lekin biroz fursatni qo'ldan boy berayotgandek bo'lgan taqdirda ham baribir zarba bilan Yusupov bosh murabbiy Timur Kapadze biz esa takrorlavani ko'ramiz. Keyin esa hakamlarni aytib o'taman. Bu yerda ofsayd yo'q edi. Pozitsion xatoga yo'l qo'yildi. Himoyachilar tomonidan Ruslanbek Jiyanov bundan foydalanib oldinga qarab yurdi. Qanotni kesib bordi ichkariga qarab, ya'ni qanotida markaz tomon yurdi. Raqibni chalg'itgandek bo'ldi, sheriklarga uzatildi. Yuqoridan bu yerdan esa markazga tashlanib berilyapti. Atayin bu ish amalga Navbahorning mana bu hujumini ko'ramiz. Ruslanbek Jiyanov yiqilib tushdimi, yiqitildimi? Hakam darhol nuqtaga ishora qilyapti. Nasibmanki, Olim To'ychiboyev o'sha nuqtada juda yaxshi pozitsiyani egallagandi. Kubarsiga o'xshab ketar ekan. Mana bu oldinga tashladi. Yo'q, bu kadr sal boshqacharoq. Bu kadr boshqacharoq. Avvalgi ikkitasida e'tibor berildi. Bitta dona rakursga. Qoldi. Ruslanbek Jiyanov 16-daqiqada aniq tarzda, ishonchli tarzda zarbani amalga oshirdi. O'zi ishladi mana shu penaltini. Takror va e'tibor bering. Mana shu xavfli standartlarda OKMK balkim Superliganing eng xavfli jamoasidir. Bu borada hozir yaxshi harakatlar Xolmurodov zarbasi o'xshamadi. Mana bu zarba esa to'rga aniq borib tushyapti. Siyovash Haqnazariy biroz avvalgi muvaffaqiyatsiz zarbasini Haqnazariy o'z vaqtida yaxshi faoliyat olib borgan ushbu jamoada va keyin boshqa klublarda o'ynadi. Qaytish ham yomon bo'lmayapti. Va allaqachon asosiy tarkib vakili, yetakchilardan biri, mana endi gol muallifi. Ruxsat berilyapti. Zarba rikoshet va top darvoza to'rida 2-0. OKMK jamoasi Mirjamol oson raqib emas. Buxoro juda kuchli jamoa. Buni isbotlayapti, ammo uchrashuvga qanday hozirlik ko'rganini muxlislarga ham ko'rsatib qo'yapti olimaliqliklar. Yuqoridan pas, xavfli vaziyat va gol! Hisob qisqaryapti Buxoro jamoasi Sherzod Esanov. Aytdim-ku, bu Xamikov uslubi ham aslida bu. Takroran ko'rishimiz mumkin. To'p aylanib keldi. Yo'l-yo'lakay Velko Filipovich assist muallifiga aylandi. Yakuniy zarba esa Sherzod Esanov tomonidan kiritilmoqda. Buxoro futbolchisi Sherzod Esanov Qo'qon 1912 ga qarshi o'yinda ham gol urgandi. Birinchi turda bilan kutilmaganda bunaqa zarbani yo'llab qoldi. Tezkor reaksiya va afsus. Hozir hisob tenglashyapti. Va bu holatni ham takroran ko'rishga majburmiz. Darvozabon to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydimi? Ofsayd bormi? Xullas savollar ko'p, javobni VAR orqali olamiz. Siyovash chap qanotga Saidafzalxon Ahrorov rikoshet o'zgardi va gol! Darvoza ishg'ol etilyapti Nodirbek Abdurazzoq. Takroran ko'rishimiz mumkin. Saidafzalxon Ahrorovning uzatmasi yetib bora olmagani ham yaxshi bo'libdi hali Abdurahmonovning to'pga. Bu yerda xuddi birinchi golga o'xshash. Qaysi ma'nodaki hamma futbolchi bir nuqtaga chalg'ib qoldi. O'shanda
Azizxol Murodovga, hozir Ali Abdurahmonovga e'tibor qaratildi. Abdurazzoqov esa ortdan yetib keldi mana shu nuqtaga. Boshda aniqroq zarba. Sayfiyev. U qaytarib darvozabon, lekin muvaffaqiyatsiz qaytarishdan so'ng Jokich yuqori burchakka joylab qo'yapti to'pni. Neftchi oldinda. Vaziyat qo'ldan chiqib ketadi. Tomosha qilamiz. Sayfiyevning mana bu keskin uzatmasi hammasini hal qildi deyishimiz ham mumkin. Mana darvozabonning qaytargani va kuchli zarb. O'zi ham to'p oyoqqa mukammal tushib beribdi. O'zi xohlagancha tepdi. Jokich yonida ham hech kim yo'q edi. Keyin yaqinlashib juda hech. G'olib G'aybullayevning pasi. Ana endi zarba. Ana endi yana bitta zarba. Gol! Bu kombinatsiya bo'lib chiqdi. Bobur Abduxoliqov. Yashirin kombinatsiya, oxirgi murakkab zarba berdi. Sirpantirib, aylantirib. Mana qarang. Mana bu zarbamidi, pasmidi? Agar pas bo'lsa, o'rnimdan turib olqishlayman. Agar zarba bo'lsa, keyinchalik oxiri yaxshilik bilan tugadi oxirida. Boburning noodatiy zarbasi qiziq chiqdi. Qarang, nima shu? Nimasan? Zarbamisan yo'q, pasmi? Rasman bu assist. Quvonchbek. Ratinho. Kombinatsiya Jamshiddan pas va ichkarida nima gap? Penalti. E'tirozlar bo'lsa. Mana. Pasni qarang. Voy. Endi agar qarang oyoqning orqa qismiga agar to'pga tegmagan bo'lsa bu penalti. To'pga tegdimi yo'qmi? To'pga tegmagan bu penalti do'stlar. Bu penalti. Ruxsat berdi Jamshidning zarbasi. 2-1 Neftchi oldinda. Harakat qildi Samandar Muratbayev, qaytara olmadi. Bu takrorlovchi zarbaniki. Mana bu ideal ko'rinadigan nuqta. O'sha chiziqqa uzatib berdi. Bir-birini yaxshi tushunadigan futbolchilar. Mana shu joyda Doston Hamdamov uncha ishonchli harakat qila olmadi. Olib qo'ydi Paxtakor. Doston va gol. Agar ofsayd bo'lmasa Paxtakor hisobni ochdi. Juda chiroyli hujum bo'ldi. 5-golni uryaptimi? Abduxoliqovda 4 ta gol. Hop, ofsayd yo'q ekan. To'p uzatilayotgan paytda Doston aynan qo'l ko'targan O'rozov unga onside qilib bergan ekan. Oxiridagi harakatiga Paxtakor markazsiz o'ynashga harakat qilyapti. Hamdamov, Bashar Rizan aldab o'tyapti va aldablar tashlayapti. Gol uryapti. Shu futbolchini ko'rdim demadi darvozabonni. Umuman e'tiborga ham olmasdan to'pni darvozaga hozirlayapti. O'sha hujumi gol bilan yakunlanayotgandek jamoa. Mana uzun pas, Doston Hamdamov to'pga yetib keldi. Birinchi bo'lib turib to'pni o'ziga bo'ysundirib oldi va Rezanni to'p bilan ta'minladi. U esa uchta futbolchi qarshisida hop. Hech kim qaramayapti, hech kim. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi ham birinchi dog'da qoldirildi. Keyin esa boshqa futbolchilar, Jaloliddin Jummaboyev ham agressivroq o'ynash kerak. Penalti. Mana hozir o'zgarish mumkin. Anvar gol. Bizga takroriy lavha namoyish etishayotganda, menimcha do'stlar, narigi futbolchi bilan ofsayd yo'q-ku. Bir chiziq tortmaymizmi? Bir chiziq. Ana aytdim-ku. Hamdamovda 5 ta gol. Mana shu joydagi kurash. Anvar yugurdi, to'p uzatilgan payt rostdan onside edi. Hoji Mirzayevning 3-goli do'stlar.
jamoaning sardori, jamoaning lideri, muhim futbolchisi Sog'diyona darvozasiga to'p kiritgan edi. Nasaf darvozasini ishg'ol etgan kuchliroq o'ynadi. Yana pas va o'tadimi? Zarba! To'p darvoza to'g'rida 2-2. 1 daqiqaning ichida Dinamo Samarqand hisobni tenglashtirib tashlayapti. Mana sizga Amonov. Eson omon tugatib demoqda. Ko'ring va zavqlaning. Sanjar to'pni qaytaribdi. Lekin yetarlicha emas. 2-2. Bu takror lavha kerak emas, shunisi bor. Hozir chunki har takror lavhada bitta hujum ko'ryapmiz. Paxtakorning hujumi yomon emas va Erkinov qochib ketdi. Erkinov kirib boryapti, lekin yetarlicha. Biz ham ko'raylik bir. Qo'lga tekkan ekan. Endi bu tayanch qo'l deb baholanadimi yoki atayin tashlangan, bundan oldingisi tahlil qilinadi. Xullas, hozir bir narsa deb bo'lmaydi. Dembelemi? Voy, qizil kartochka bo'lishi mumkin edi. Hozir penalti qilib berishi mumkin jamoasiga. Ataylab ham tashlagan bo'lishi mumkin. Shu o'rganiladi ko'proq. Bu endi hakamning xulosasiga bog'liq. Mana shu kameradan. To'p qo'lni qanchalik yoygan. Yana ko'proq ko'rib olyapti, yetarlicha xulosa olish uchun. Qiziq jarayon. Penalti beradimi yoki yo'qmi? Penalti. Jamoasini hisobda oldinga olib chiqishi mumkin. Ruxsat, zarba, gol. 3-2. 3-2 Paxtakor yo'l topdi. Yomon emas. Neymarovning harakatlari yomon emas. Ammo o'sha gap. Aniq shu burchakka to'p tepilsa, o'z darvozabonlarni qaytarishi qiyin bo'ladi. Agar u darvozabonning familiyasi Donnarumma bo'lmasa, juda uzun bo'lish kerak. Baribir uncha xavfli chiqmadi. Bergan zarbasi. Sanjar quvvati uzoqlargacha to'pni tepib beryapti. Hozir bu yerga kirish olib boradi va xatoga yo'l qo'yishga bir baqiy qoldi. Xato ham qildi va gol! Jahongir O'rozovdan qo'pol xato va Bashar ham bu uchrashuvda kutilmagan voqea bo'ldi. Mana birinchisi. Hop, shundan topshirib qo'ydi. Keyingisida oldi deb o'ylaganimizda yana ketdi. Bashar esa bermadi. O'zi bugun Resan paxta Dinamo himoyachilari bilan qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Mana partishlik. Hisob 4-2 do'stlar. 4-2. Nemanov nima desin hozir? Ishongan himoyachilar shunday xatoga yo'l qo'ygan ekan. Nima desin Nemanov? Burchak zarbasidan to'pni o'yinga kiritib beradi. Bo'ydor futbolchilar yetib kelishgan. Matiya Rom, Abbos Otaxonov, boshqa futbolchi. Avtogol! Zarba o'zi unchalik kuchli. Vladko Stoyanovskiy o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Juda oddiy va Vladko to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqchi bo'lganda, ammo aksincha o'z darvozasi tomon to'pni yo'naltirib yubordi. Xorazmda zarba muallifi Sunnatulloh Hamidjonov edi, menimcha. Ancha hujumlari yaxshi ko'rinishdagi hujumlari bilan boshlandi va davom etmoqda. Lutcha Doriyev Bulichga to'pni yetkazib berdi. Zohrazovdan zarba berish imkoniyati bor. Doriyev bunday pallalarda raqibni kechirmaydi va tezkor gol 4-daqiqada. Lutcha Doriyev golini urishga mobil ligada qancha raqobatbardosh jamoalar paydo bo'ladigan bo'lsa, bu chempionat
mavqeini o'yinlarning qiziqarli kechishini ta'minlab beradi. Faysal Mulich yo'llagan zarba agar darvozagacha yetib borganda ham nimadir bo'lishi mumkin. Bek yurgan edi, zarbaga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdi va mana ko'rib turganingizdek bunyodkor futbolchisiga to'p tegib yo'nalishini Rika Botti hamda Faysal Mulichning bo'yidagi farqiga e'tibor qildingiz. Zarba! Gol! 2-0. Yana Doriyevmi? Qoyil lekin. Dubl. Tepishga zo'r variant qilib berishgan ekan. Yerga sapchib, keyin darvozaga borib tushyapti. O'ng oyoqda bu safar. Bitta yaxshi imkoniyatni ko'kka sovurgan edi. Lutcha Doriyev 7-8 metrlardan darvozaga kirita olmay vaziyatni yo'qqa chiqargan edi. Abdusalomov. O'zi kirib boryapti. Bilol va gol! Gol urishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yashirin kalitli zarba. Hisobni qisqartirdi. 38-chi aniq. Faqat Saudiyaning o'yini qanday bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 ta o'yinchisi. Zo'r mo'ljalga oldi darvozani uzoq burchagini va Filip Ivanovichning oyog'iga ham biroz tekkan ekan to'p. Kashet ham bor. Bosim bor. Bilolxon Toshmirzayev to'pning oldida, menimcha darvozaga tepsa kerak. Shunday ham bo'ldi. Bu esa gol bilan yakunlanmoqda. Dublga dubl bilan javob qaytaryapti Bilolxon Toshmirzayev. Darvozabon qanday qilib bu to'pni o'tkazyapti? Shohrux Isoqov. Qaytargandek ham bo'lgan edi, qo'liga tegib. Qo'liga tekkan holda biroz noaniqlik va Toshmirzayev. Lutcha Doriyevdan qolmayman deyapti. Bularni ham tushunish kerak. Natija muhim. Natija shunday narsa bo'lib qolganki, bizda jamoani mavqei, moliyaviy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan jihat. Bunyodkordan hujum va 3-gol. Hat-trick. Toshmirzayev afsuski bu yerda esa Samandar zo'r o'ynadi. Ajoyib tarzda to'pni yetkazib berdi. Bir emas, ikkita o'yinchi uning taqdim etgan sovg'asidan foydalanish mumkin ekan. Nosirjon